Men Qodirova Shohista 1969-yili Farg'ona shahrida oddiy ishchi oilasida tavallud topdim. 1990-yildan buyon Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filiali laboratoriyasida ustozlarim Ra'no Abduraimova, Alijon Aliyevich, Alisher O'rmonovich, Larisa Ivanovna, Hamid Ahmedovich va bir qancha ustozlarimni o'git va tarbiyalarini olib 35 yildan buyon ish faoliyatimni davom ettirib kelmoqdaman. Ish faoliyatim davomida viloyatimizdagi barcha shifoxonalardan bemorlardan olinayotgan RV analizlarini hamda oilaviy shifokorlardan homilador ayollarning zaxm kasalligini erta aniqlashda olinayotgan analizlar, tahlillarni zamonaviy apparatlar yordamida IH, RV, RPG, IP Lewislar asolida barcha antigenlarimiz bilan ta'minlangan holda aniq tashxislarini qo'yib, ularni davolashda malakali shifokorlarimizga aniq natijalarni Demet usulida yo'naltirib berishda faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Bu bizning klinik laboratoriyamiz. Klinik laboratoriyamizda barcha turdagi zamburug'lar, qo'tir kanasi, yuz kanasi, qizil yugurik kasalliklari, barcha turdagi gijjalar, lishmanyoz hamda erkak va ayollarda uchraydigan jinsiy aloqa orqali yuqadigan kasallikni oldini olish uchun surtmalar olinib, ularni zamonaviy mikroskoplar ostida aniq tashxisi qo'yilib, vrachlarimizga yo'naltirib beramiz. Men ustoz shogird an'analariga rioya qilgan holda barcha shogirdlarimga o'zimni bilim va tajribalarimni o'rgatishda charchamayman. Men o'z kasbimdan faxrlanaman.